O rost gap, ha? Sho'rlik Xonzoda begim ne qilur? Ne kuylarga tushdi. Tushdi, ha. Shavadaxon Makkor Xonzoda begim ona tomonidan sizga yo bizga avlod. Ota tomonidan Temuriylarga mansub. Begimni olsa, ha? Begimni olsa obro'si oshishini. Lida qoldirib ketaveribdi. Oshishini bilgan Samarqandda dabdabali to'y berib uylanganmish. Juda uyat bo'ldi. Bizam hammamiz malomatga qoldik. Xotin kishi kirmasa men ham o'qib o'rganibman. Undoq demang. Bizam men ba'd siz bizning aziz mehmonimizsiz. Ertaga Shaybadoxon elchisi sharafiga qabul marosimi o'tkazmoqchimiz. Siz ham ishtirok eting. Ana darmon dedim kishi. Agar ota ini, og'ayni. Qani? Og'ayni ikkovimizning. Agar og'ayni ikkovimizning 30 ming qo'shinimizga Boburni nimada? Sarkarda, to'g'ri ketibdi yana. Sarkarda. Tak sarkarda qilib qo'ysak, tochka. Shayboniy bilan jangda tajriba orttirgan jiyanimiz xonni yengishi hech gap emas. Lekin beklar va barcha mulozimlar oldida Boburning obro'si ortib Toshkentda ham mendan tortib olsa, ne bo'lsa? Xo'sh. Yo'q, zinhor unga ishonib bo'lamiz. Shona. Beklar va barcha mulozimlar oldida Boburning obro'si ortib Toshkentda ham mendan tortib olsa, ne bo'lsa? Yo'q, zinhor unga ishonib bo'lmaydi. Yaxshi. Ma'qulmi? Ma'qul. Qo'lingni ber. Sağ. Bizni tashadiyu. Qattariyat bilmayman. Siz menga ayting, plyonka konchilisdan necha marta bo'ladi? Plyonka bormi yo? Plyonkamız yetadi. Grim kovalasmi? Ko'zoynakni olib. Grim kovalas. Nabaga mana biz hozir telestudiyani grimxonasida o'tiribmiz. Siz bu yerga bizni yetuk rejissyorlarimizdan Maqsud Yunus bilan repetitsiyaga kelgan edingiz. Mana shundan foydalanib biz ham sizni ba'zi bir savollarga tutsak-ku, ana shu savollarga agar mumkin bo'lsa, chunki hozir biz bu yerga mikrofon qo'ydik-da Nabaga. Hozir nimangiz dasturxonligingiz tegib ketsa, siz qaysi spektaklga syomkaga keldingiz? Yo video filmga?
Maqsud Yunusov fidoyilik juda katta narsa. Bu eplagan odam qiladi buni. Layoqati bor odam qiladi, ochiq gapda. Bir xillari sun'iy fidoyiman deydi, jonni kuydirib, ba'zan aytaylik, yig'ilishda baqirib gapiradi. Darwinning tarifi bo'yicha inson maymundan tarqagan ekan. Bir kun bir joyda bitta odam gapirayotgan emish. U maymuni bor ekan, o'sha joyda idorada baqirgan ekan. Zalda bu ham qarab turgan ekan, shunaqa qilayotgan emish, hali gapirayotgan odam. Maymun aytdi, "Yo'q, to'g'ri. Nahotki men shundan tarqalgan bo'lsam" debdi. Shunaqa holatga tushadigan odamlar bor. Bor. U shaxsiy manfaati uchun yashayapti. Hech qachon bunaqa bo'lmagan odam birdan yashaydi, chunki nimadir u qandaydir bir foydalangan shu sohada. Masalan, og'amni Buxoroga jo'natishganda yetim akamlardan keyin bular bormoqchi bo'lgan gastrolga. Og'ani qattaligini bilmaydi. Keyin yetim akam aytibdi-ki, shu madrasalarda tomoga qarab yuringlar debdi. Biror dorga qizil ishton yoyog'liq bo'lsa, demak, Uyg'ur she'rida degan. Qarang, bu bilan yetim aka aytmoqchiki, boshqa shimi yo'q edi. O'sha qizil alvondan shim qilib kiyib yurar ekan og'am. Mana buni fidoyilik desa, hozir bizga importda kostyum kerak. Albatta bittasi naroddan bo'lsa, albatta men ham bo'lishim kerak. Laureat bo'lsa, men ham laureat bo'lishim kerak. Bular hammasi sun'iy. Menga eng yaqin o'rtoqlarim san dedi, mana Isr xalq artisti izlashimni toqib yurasan dedi. Aytdim, chunki bu o'zimniki. Mehnat qilib olganman dedim. Shu toqib yuraman. Faxrlanaman. Shu Sovet xalqida xalq artisti, mehnatkashi, zahmatkashi bo'lganim uchun shundan faxrlanaman. Meni ajoyib shogirdlarim bor. O'sha vaqtda teatrga birga kelgan marhum Karim Zokirovning o'g'li mana Jamshid bor. Keyinroq o'sha vaqtda teatrga kelgan Habib Sa'diyev marhum. Ular ovozi borligi uchun keyin operaga o'tib ketdi. Uning o'g'li bor, ikkita ajoyib. Ijodiyat bu nasldan naslga o'tishi qiyin. O'tkir rassom bo'lishi mumkin. Lekin uning o'g'li boshqa ish bilan shug'ullanadi. Lekin shu oilada, Sa'diyevlar oilasida Xayrush deyman, jingalak deyman. Yaxshi ko'raman. Mana shu bir ikkita narsalar bor, shuni qancha ko'rsam, imtihon degan, ekzamen degan, qancha ko'rsam shuncha kulaman. Birga iloji bo'lsa olib yuraman. Mana Kamsol poyezdi bilan Tumengacha borib keldik. Yodgor mana. Yaxshi aktyor. Mana Hojiakbar Nurmatov. Ular bo'lg'usi ajoyib, hozir ham ajoyib aktyorlar, yaxshi aktyorlar. G'ayritabiiy aktyorlar emas bular hammasi. Bir xillari endi mag'rurlik va orqasida bilinib qoladi. Men aytamanki, yelkasiga urib, "Yo'q, unaqa qilmanglar. Gapirishda bunday bo'lishga, agar quloq solishsa." Ilgari quloq solishadi, balki hozir ham quloq solishadi. Quloq solishadi. Mana Nab akam, siz bularni yosh shogirdlarim dedingiz-ku, bu yosh shogirdlaringiz ham yoshi 40 dan oshib qoldi. 40 dan oshdi. Biz shunaqa deb kelyapmiz-da, yosh deyapmiz, chunki mana hozir yoshlar keldi teatrga. Teatr ikkiga bo'linishi munosabati bilan bularning o'rniga yoshlar keldi. Bor hozir. Mana eng kichkina shogirdlardan deyishim mumkin, yangi shogirdlardan deyishim mumkin. Fathullah. Fatih bor. Botir bor. Ular hammasi sevadi, san'atni sevadi. Lekin shularni rol berib ta'min qila olmayapmiz-da. Yaxshi asar yo'q. Asarda noiloj kor olamiz, uni qo'limizdan kelmayapti, baytirib olib tashlab, bunday qilish kerak deb nima qilishga quvvatimiz yetmayapti. Rejissyorning quvvati yetmayapti. U To'la Xo'jayev deb bo'lmaydi, u Ginsberg deb.
rejissyorlar bahs qilolmaymiz, chunki bahslashadigan holatimiz yo'q. Voqea yo'q. Nima deymiz? Zalda o'tirib tomosha qilib, "Voy, deydigan voqea yo'q. Yo'q. Asar yo'q. Asar yo'q. Rejissura yo'q. Mana festivalda aytildi. Men bir rejissorni bilaman, yosh rejissor, 50 ga borib qoldi. Abdurahmonov hozir Qarshida ishlayapti. Bu Voronoj teatrida Ulug'bekni qo'ygan. Shu qo'ygan Ulug'bekni bizni asal ochiq qo'ygan Ulug'bekka yaqin rus rejissyorlar birga qo'ygan. Lekin joyati shuni qabul qilgani borgan edim. Shu rejissyorni bir aytibki, olaylik o'zimizga. U o'zi skromlik qildi. Endi o'sha vaqtdagi rahbar yakka holda boshlangan teatrda san'at degan narsaga tushunmasdi. Odamlarga vigor berdi, haydadi. Chunki yuqorisi orqa tomoni kuchligida. Endi hozir nima bo'ldi? Teatr shu ahvolga solib ketishdi. Nima degan gap bu? O'zbekistonda faxri bo'lgan O'zbek Lenin nomidagi Lenin ordenli O'zbek davlat akademik teatri, teatrda g'olabir, sodda, master, hudojniklar, rassomlarni ajoyib odamlar chiqqan teatr. Men hozir xalq kelmaydi. Nega men buni yashirishim kerak?